شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bizning bugungi o'qimoqchi bo'lgan darsimiz Sura Baqaraning 220-oyati. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda shunda deydi: "Asta'izu billah fid dunya wal akhirah va yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khayr wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sha'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim." Allah oyatni fid dunya wal akhirah degan mushu ifoda bilan boshladim, mushu oyat bilan. Agar buni tuz tarjima qilsam, dunyo oxiratda degan ma'no chiqadi. Ya'ni xuddi dunyo oxiratda deb boshqa gap yo'q. Oyatning o'z lafzidan dunyo oxiratda degandan boshqa gap yo'q tarjimada. Ammo bizning bu yerdan tushunganimiz xuddi Alloh subhanahu va taolo bizni eskartayotgandek. Ya'ni mu'minlarga qarata va boshqalarga qarata. Shunda o'ylab qolmangki, Allohdan kelgan har buyruqning, har taklifotning, har vazifaning mukofoti faqat oxiratda. Dunyoda hech mukofot yo'q deb o'ylab qolmanglar. Mukofot dunyodami ham keladi. Yani dunyoda va oxiratda sizlar erishsizlar deydi. Masalan, biz bu oyatning bu qismini ko'rgandan keyin din prinsiplarini chang tutib, hayotlarida islom axloq ta'limotlarini tatbiqlagan durus, muttaqi, mu'min kishilarning tarixiga nazar tashlaganimizda bularning dunyoda Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bergan mukofotini og'anliqini ko'rib olamiz. Ya'ni ularning qalbidagi rozimanlik, saodat, bexatarlik, baxt tuyg'usi, turmush huzuri. Hatto deb ketimizki, palani o'qimoqlik masalan bunda qarab o'zi oliy ma'lumotga ega emas, yuqori o'rinlardan o'qimoqlik, ammo bolalarini shunchalik go'zal tarbiyalagan. Oilasi baxtga to'shaqliq, huzur ichida. Ammo qarshilikda shunda odamlarni uchraymizki, dunyoning yuqori saviyalarini ko'rgan, yuqori o'rinlarda o'qigan, bilimlik yoki imkoniyati cho'ng, ammo bolalari tarbiyalanmagan. Mana biz mushiyadillam insonga o'zining to'g'ri yo'lda mang'inining, to'g'ri fikr, to'g'ri ideyada bo'lganining mukofoti dunyodalam u odamning o'zining ruhiy jihatdagi qalb huzuri, baxt saodati, oilaviy huzuri, bolalaridan oladigan huzuri, bolalarininki go'zal shaklda tarbiyalanish qatorliq mushu taraflarda mukofotni og'anligini ko'rib olamiz. Mana bu yuqoridagi fid dunya val axir degan oyatningki amaliy ifodalanishi bo'lsa kerak. Ana shunga biz bir nuqtaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo har doim ashta to'g'ri yo'lda mangan durust kishilar bilan birga butun hayot sohalarining hammasida birga ekanligini biz bilishimiz kerak. Qandaqdir, bu yerda hargiz o'ylab qolmasligimiz kerakki, bizning to'g'ri ish qilganimizning,
durust odam bo'lganligimizning, Allohning buyruq ta'limotlarini ijro qilganligimizning mukofoti oxirat bilan beriladi. Dunyoda hamma odam o'xshash deb o'ylab qolsak to'g'ri. Balki dunyoda mukofotlar, to'g'ri ish qilganimizning mukofoti bizga oldin ola beriladi. Oxiratdagisi buningdan eshiq shaklda, rahmat shaklda, Allohning fazli marhamati sifatida bizga beriladi. Şoňa Rasulullah degenki, hech kim, aramladaki hech kim jannatga amilli sababli kirmaydi. Degan vaqtda, sizlar mashdami degan vaqtda men mashda. Allah meni özünün rahmetiga kirgizib jannatga sulsa kira alaymi? Bo'lmasa amilimi. Chunki inson dunyoda özünün amilining qarshiligida, balkim amilidan ortiq ne'matlarga erishib bo'ladi. İnsanın qilgan ishlarini erishgan ne'matiga udullasa, balkim yarimiga to'g'ri kelmasligi mumkin, yoki nechidan biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Şoňaşqa biz bu nuqtani texmo inchiklemoqchi bo'lganimizda, qarindoshlar, mushu hayotga diqqat bilan nazar tashlab baqsaq bo'ladi. Durust insonlarningki, to'g'ri yo'lda mangan insonlarning ahvoli, bularning yashash ahvoli, bolalariga qiladigan iqtisod pul sarf qiladigan ahvol, bulardagi bular huzurlanayotgan huzur, bunda bularda bo'lgan huzur, xushallik, rozimanlik tuyg'usi, bulardagi ruhiy jihatdagi murakkablik, ruhiy jihatdagi siqilish, titilish, masalan, bularning oilasidagi ba'zi bir qism qiyinchiliklar, bularning hammasiga inchki kuzatib boqqan vaqtimizda biz kimlarning qanday hayot yashayotganligini, kimlarning qanday hayot yashayotganligimizni ko'ramiz uni. Bir qism kishilar moddiy imkoniyatlari yuqori bo'lgan bilan oilasi bu qadar, ya'ni uning moddiy imkoniyatlarining huzurini ololmagudek darajada bir qism masalalarga to'shaqlar. Ulardagi ruhiy siqilish, ayol o'tirdiki masala, bolalar bilan o'tirdiki masala, bolalarning tarbiyalanish ahvoli. Bu nuqtada inson o'zini tashrif etmoqimiz lozim. Ammo agar bizning tasavvurimiz o'zgarib, dunyoning har qanday bir baxtini moddiy imkoniyatlarni o'lchasak, u boshqa. Ammo dunyodagi baxt insonning qalb huzuri, xushalligi, rozimanligi, turaqliqligi, turmushining muqim turaqliq shaklda davom qilish bo'lib qolsa, u boshqacha o'lcham bo'ladi. Endi biz mushay kelgan vaqtida, qarindoshlar, ilgirki oyatlarni bir xulosalab, nima keldik? Masalan, necha 10 darslardan nima-nimalarni o'rgandik. Allah bizga nima-nimalarni anglatdi. Bir quruq ko'z yuritib chiqsak, oyatning oxiriga davomlashidan ilgari Allah subhanahu va taolo hay haqida söz qilgan. Haj haqida bizga ta'limot bergan. Haj islomning 5 arkonlarining birisi. Undan keyin hajning masalasi tugandan keyin kishilar sinfini Allah ikkiga bo'lgan. Birisi munofiq. So'zi bilan amaliyat o'xshamaydigan, qalbi bilan til o'xshamaydigan munofiq. Buni biz ilgirki darslarda, ya'ni 204-oyatdan boshlab va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya degan boshlab vallohu la yuhibbul fasad 204-205-oyatda buni o'qib o'tdik. Qashki bu turdagi kishilar bu nuqtalarga diqqat qilib, keyniga qaytsa pek go'zal ish bo'ladi. Aksicha bu kishilarga sizlarning ahvolingiz manda, Qur'onda manda ahvol bor desa, buni bir xil o'ziga nisbatan bir haqorat hisoblab, buni g'urur atalmish g'ururi tutib, boshqacha o'qtiqib bu damda. Bu bir turli kishilar. Yana bir turli kishilar jamiyatdagi Allohning roziligi uchun o'zini fido qilgan kishilar. Alloh bilan qilgan ahdisini bir savdoning o'rnida qo'yib, o'zini Allohdan oladigan, erishadigan mukofot badalida sotgan kishilar. Urush to'g'ri kelib qolsa, shahid bo'lish uchun o'zini atab mangadi. Hayot qilib qolsa, Allohning ta'limotlarini hayotida tatbiqlaydi. Mana bu xil kishilar. Bu xil kishilarni Sura Baqaraning 207-oyati biz ilgari o'tgan oyatlar. Va minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah degan oyatda Alloh buni bizga tushuntirgan. Ya'ni biz ilgari darslarni bir qisqa takrorlayapmiz. Undan keyingi oyatda 208-oyatda islomga to'liq kirish haqida Alloh bizga ta'limot berdi. Ya'ni islom demak kelishmak, tinchlik,
maslashmoq degan ma'noda. Ya'ni mushu tinchlikninki maslashishning har sohalarining hammasiga kirish haqida bergan ta'limot bu. Masalan, o'zimiz bilan mas yashaymiz. O'zimiz bilan mas yashaydiganimiz qalbimiz bilan amaliyatimiz maslashadi. Qalbimiz bilan tilimizning chiqqini maslashadi. Vujudimizdagi bir qism tortishlar bilan o'zimiz mas shaklda yashaymiz. Ailemizdekiler bilan mas kelishib yashaymiz. Jamiyatdagilar bilan kelishib yashaymiz. Dunyoda bizga xizmat qilayotgan jonsiz va jonliq barcha shaylar bilan kelishib yashaymiz. Bizning millat bilan, ummat bilan kelishib yashaymiz. Bu haqda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa degan oyatda, 28-oyatda bu haqda ta'limot berdi. Ya'ni bu demak, ne demek desa, Allah insonni yaratgan vaqtida hayatning har bosqichlarida insonga tinchlik, huzur, ko'tariladigan, akiladigan bir qism prinsip, qoida, qonuniyatlarni birga yaratgan. Biz qachon shu qoida, qonuniyat, prinsiplarga uyg'un shaklda yashab, ta'limotni tatbiqlasak, maslasha olamiz mohiyat bilan. Qachon shunda yo'ldan chetlagandan keyin bir xalal chiqadi. Shunga atrofimizda mayli kimda bo'lsin bir xalalni ko'rsak, masaladan birini ko'rsak, bir qo'rqinch, bir aminsizlik, bir tinchsizlik, bir huzursizlikni ko'rsak, o'ylasak bo'ladi, cho'qim mayada bir masala bor. Islom ko'rsatmalaridan, islom ta'limotlaridan birisi cho'qim amal qilinib deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni bizni bu shaklda atrofimizdagilar bilan to'liq maslashib yashashga buyurgan vaqtda, kelishib yashashga buyurgan vaqtda bizni aksi shakldagi shaytonning yo'llariga agishishdan Alloh subhanahu va taolo qana qilyotdi. Bizni ogohlantiryotdi. Bu shaklda o'tdik. Undan keyingi mazmunlarda yana bir ogohlantirish berdi Alloh subhanahu va taolo bizga. Ya'ni qiyomat masalasi haqida ozroq tushundirish berib, qiyomat faqat bizning qo'limizdagi masala emas. Qiyomat tuyuqsiz keladi. Saha tamma bo'lib keladi. Tarviyat kuchi, bizni titirtivat kuchi, biz qochadiganga yetib olmaydigan bir holat shakllanadigan manda holatda keladi. Shunga sizlar Allah bizga qilgan xitoda tuyuqsiz buningga uchrab qolishdan saqlaninglar. Buningga g'ofil qolgan holatda qiyomatning olib qolishdan saqlaninglar. Shunga biz salomga, silmi kaffa, islomga to'liq bir shaklda qana qilishimiz kerak, kirishimiz kerak degan ma'lumotlarni Alloh subhanahu va taolo berdi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga avatgan delil faktlar, oyatlar haqida tilg'ilib, Banu Isroilning bundan chekinib olganligi, undan keyin bularning qarshi yo'l tutganligi, shu asosda o'tirning bilinganligi, jamiyatning bilinganligi qatorliq bir buncha masalalar tilga ilinish orqali bizning diqqat nazarimizni hayotning ishlariga cho'nqur qarashga qanday chaqiryotdi, masalalarga yuzaki qaramaslikka chaqiryotdi. Bu dunyodagi ba'zi ko'nglimizni tatadigan huzurlar, ya'ni dunyoning moddiy manfaatlari bizni oxirat hayotidan aldab qo'ymaslikka eskartyotdi. Chunki dunyo uzun deganimiz bilan dunyo hayotining muddati bizning ko'radigan hayotimiz bilan belgilanadi. Chunki bizning hayotimiz ya 50 yil bo'ladi, ya 60 yil bo'ladi, ya 70 yil bo'ladi. Amaliyotda buning ichida 15-20 yil huzursiz hayotning oldidagi va keyinidagi 10-15 yil, ya'ni umumiy huzursiz hayot, o'tiridagi 20-30 yil yoki 10 yil yoki 20 yil vaqt inson eng o'zicha hayotda huzurlanib oladigan, hayotning eng lazzatini oladigan vaqtlar deb o'ylashi mumkin. Bu bak intayin qisqa. Ya'ni bu vaqtdan o'tkazadiganligimiz muhaqqaq bir masala haqida bizni eskartyapti. Amaliyotda inson aqli bo'lsa, o'ladiganligi jazm insonning, buni inkor qiladigan hech kim yo'q. Hatto dinsiz inkor qilmaydi. İnsanın haqiqiy xizmat qilib oladigan, o'zining millati uchun, dini uchun xizmat qiladigan vaqti intayin qisqa. Mushu vaqtni ya o'z o'yin tomoshasi uchun ishlatadi, ya xizmat uchun ishlatadi. Mushu fursatga diqqat qilmaydi inson. Buning alohida qana qilish kerakdi, diqqat qilish kerakdi. Undan keyingi oyatlarda Alloh yana bizga nima deyapti?
Biz Allah'ның bir xalqi bo'lish sifatimiz bilan Allah bizni aqlingga tayandab tashlab qo'ymaganligini bizga bayon qilib, bizga nurg'un payg'ambarlarni avatganligini, bu payg'ambarlar bizga ara-sıra, ya'ni pat-pat Allah'ningki ta'limotlarini, manhajini bizga asıltib turish orqali asli yo'limizga qaytishimiz yordam berganligini. Chunki insonning asli xarakteri, ya'ni insonlarning asli xarakteri bir ummat, bir yo'lda mangadigan ummat, ammo qachon arzu, xohish, ko'ngil xohishlari, havaslari, qiziqishlari u yoqqa va bu yoqqa tortdi, şu amallar nima chiqdi? İxtilof va yo'l ayrishlar chiqdi. Dal payg'ambarlar karvoni bu xil yo'l ayrishlarning oldini olib, asli yo'ling ma'vu, sen u yoqdan bu yoqqa chekin, u yoqqa ketma, bu yoqqa ketma degan shaklda payg'ambarlarni avatganligini Alloh tilga oladi. Payg'ambarlarning eng oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhisolamni dunyoga rahmat qilish ustidan. Yani Resulullah'da nurg'un alohidliklarni Alloh qana qilgan, yaratgan, nurg'un alohidliklarga sahib qolgan bo'lib, bu alohidliklar Resulullah'ның eng oxirgi payg'ambar, bütün dunyoga, bütün millatlarga payg'ambar bo'lgan, payg'ambar bo'lishni saqlaydi. Bu haqda qana qildi nurg'un mazmunlar o'tdi. Undan keyin oyatlarda insonning nihoyatininki, insonning oxirgi taqdirininki, Allohninki ne'mat bo'lgan jannatga bo'lganligi agar tirishib ta'limotni uyg'unlasa hayotida, ammo buning qo'lay, oson bir ish emasligi. Balki inson yomon ko'radigan deganimiz ham inson egri keladigan demak. Inson egri keladigan bir yo'l ekanligi. Shunga inson mushu oxirgi go'zal natijaga erishish uchun o'zini har doim askartib, uyg'otib turishining kerakligi, chanoq turish kerakligi, bu qiyinchilik, jafo mushaqqatlarga sabr qilish, kutirib ketishninki lozimligini bizga qanday qiladi? Asl totdi oyatda. Peygamber İslam'ın dediği İmam Ahmed, Muslim, Tirmizi, Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste cennet qiyinchiliklar bilan o'ralgan, do'zax arzu, xiyol, havaslar bilan o'ralgan degan şey ma'nodagi hadis. Undan keyingi mazmunda Allah subhanahu va taolo insonni ziminda söz sahibi qilib, ziminning ochqichini inson tutqizganligi, buning uchun insonga aqldan iborat boshqa hech qanday hayvonga, hech qanday jonliqqa, insondan boshqa hech qanday maxluqqa bermagan bir alohidlikni insonga berganligi va aql sizg'an shu lohiyani ijro qilishga yetarlik insonga energiyaning ham berilganligi, insonning aqli planlasa, insondagi bo'lgan energiya kuch uni ijro qiladiganligi. Bularning hammasini Alloh subhanahu va taolo insonga berilgan ne'mat sifatida tilg'ab o'tdi. Ya'ni insondagi aql yoki boshqa kuch va atrofdagi uningga yetarlik xam ashyo, moddiy imkoniyatlarning hammasining Allah subhanahu va taolo tomonidan inson uchun yaratilganligi, insonning amaliyotda hech narsaga ega emas ekanligi, agar shu iqtidorlar, shu qudrat, shu imkoniyatlar elvilinsa Allah tomonidan insonning hech nima qila olmaydiganligi tilga ilindi oyatlarda. Undan keyingi oyatlarda musulmondan hayotning ritmini muhofazat qilib saqlashning kerak ekanligi. Ya'ni bu hayotda kuchliklar var, acizlar var, boylar var, namratlar var. Kuchliklar o'zi kuchlik bo'lib qolganmi? Yo'q. Alloh tomonidan kuchlik qilingan. Acizlar o'zi aciz bo'lib qolganmi? Yo'q. Ularning aciz o'g'isi yo'q. Lekin Alloh tomonidan ashta bektillik. Agar kuchliklar o'zining kuchini o'ziga sarf qilib, o'zidan foydalanib ketsa, cho'qim acizlar tomonidan bir qarshilik uchraydiganligi. Yoki acizlarning masalasi hal olmay bir tangfungsizlik chiqadiganligini bizga eslatib, kuchliklar o'zining ehtiyojidan ortiq energiya, ortiq imkoniyatlardan acizlar bilan birga o'rtaqlashish, bular bilan birga hamkorlashish, ya'ni sen bir ish qilganingda o'zingga yetarlik emas, boshqalarga ham yetarlik bir shaklda pul topganingda boshqalarga yetadigan, ochtirganingda boshqalarga yetadigan bu shaklda berishning kerak ekanligini bizga eskartib, bizdan shuni qanday qilib talab qilyotdi. Ya'ni bu orqali
Bu arqılıq zimindeki, hayatdaki acizlarmı bir kapalatga ega bo'ladi, kuchliklarmi bir eminlik ega bo'ladi. Men yerda gapimga diqqat qiling. Acizlarmi kapalatga ega bo'ladi, kuchliklarmi eminlikka ega bo'ladi. Acizlarning turmushi kapalatga ega qilinmagandan keyin kuchliklar bexatar olmaydi. Bu arqılıq jamiyatning tangfonligi, muqimligi, jamiyat huzuri buzilmaydi. Allah bunu bizden talep qilyapti. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hayatta şunda bir qonuniyat yaratgan qarindoshlar. Hayat davom birlariga tava emas. Davom aylanib turadi. Bugun kuchliklar ati aciz. Bugungi acizlar ati kuchlik bo'lishi mumkin. Nimishqa hayat ashta shaklda taraqqiy qilsin va har kim shuni bilsinki Allah subhanahu wa ta'ala bizden nimani talab qiladi? Kuchlik bo'lgan vaqtda berishimizni talab qiladi. Aciz olgan vaqtda elishimiz uchun. Allah'ın bizni talab qildigini bu. Kuchlik vaqtingda ba, aciz vaqtingda alasa. Bay vaqtingda ba, namrat vaqtingda alasa. Bunu talab qiladi insondan, bizden shuni talab qiladi. Bunun yarqin ifodasidan birisi Qur'oni Karimdagi infoq ifodasi bilan kelgan o'qim, ya'ni chiqim qilish, hajlash. Ko'p hollarda pul doğaçqa sho'mishda kalima qo'lliqliq, amaliyotda bu puldan boshqa imkoniyatlarning hammani qanday o'z ichiga oladi. Agar inson o'zida yetarlik imkoniyat bor, kuch bor, energiya bor turib, o'zi uchun lam ishlasa chatoq chiqadi. Chunki u imkoniyat, ortiq kuch o'zi uchun lam ishlashga berilmagan uning. Balki o'ziga ve çembersiman şekilde uzun etrafındakilerge yumlaq dügülek şekilde yeyildiğan ma şekilde işleş için onun öldürülgen. Üzerinin en yakın olan atanın, balların, ayalın, onun yakın qarindoshların, qo'm qo'shnilaring, atrofdagi jamiyat kişilerin, bir millatlaring başta şekilde kengayib boshqalar uchun qanaqa qilish kerak inson ishlash kerak. Ondan keyin yani bayatın deganimizdek bizden talab qilindigini shu shunda yuqoridagidek o'qachiqqa mayli chiqim qilish va boshqa ishlar jihatda chambarsimon shaklda eng yaqin kishilarimizdan tortib jamiyatda bizga bog'lanadigan mayli nasab jihatdan diniy jihat bog'lanadigan butun ishlarning hammasiga chiqim qilish, bularga ko'ngil bilish, bular uchunmi ishlashni Alloh bizdan talab qilyapti. Endi biz deymizki Alloh bizdan nurg'un ishlarni talab qildi, bizning hayotda tatbiq qilishimiz uchun nurg'un ta'limotlarni berdi. Bu ta'limotlar qarshiliksiz tatbiq qilinadi? Tabiiyki yo'q. Chunki bu ta'limotlar hayotdagi ortiq elvaganlarning oldini to'sish uchun, o'z haqqiga erishamaganlarning haqqini berish uchun qo'yildigan bo'lgancha bu ta'limotni shunda tatbiqlaymiz deb o'rtaga chiqqan vaqtda hayotdagi buzg'unchilik qilayotganlar, boshqalarning haqqiga changal solayotganlar, yani zimindeki haqsizlikning manfaatdorlarining darhol qarshiligiga uchraydi. Chunki Allohning manhajini tatbiqlash, bularning rizqini kesadi, yani bularning zulmiga tur deydamdi. Shunlashqa bular buningga qarshi chiqadi. Biz bu manhajni Allohning ta'limotini uyg'unlashtirish uchun bu oldimizga kelgan bu to'salg'ularni yo'qotishga majbur bo'lamiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo bizga urushni farz qildi. Nimishqa oldimizdagi to'salg'ularni yo'q qilib, bunda fitnalarni supurib o'tish uchun. Chunki bular o'z xohishini atrofga yeyish uchun o'zi xohlagancha ilohlarni o'rtaga chiqaradi, ilohlarni ko'paytiradi. O'zi xohlagan shaklda qonunlarni ilohlar nomidan o'rtaga qo'yadi. Allah bunu cheklab nima dedi? Kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Garchi urush qilishni inson tabiiyat yomon ko'rsin, lekin sizlar bu orqali adolatni saqlay olasizlar. Bu orqali hammani tinchlikka erishtira olasizlar. Hayotda hammasi huzurga qanday qiladi? Erishadi degan shaklda bizga buni buyruq berdi. Ondan keyin endi biz mushu buyuk bir vazifani qilish uchun o'zimizning jenini o'rtaga qo'yib, melini o'rtaga qo'yib kurash qilish, jihad qilish, vatanlarimizni, masalan, yurtlarimizni, balvoqlarimizni tashlash to'g'ri kelgan vaqtda tashlab turib, ma ish uchun,
Bu büyük vazife için, bu mukaddes vazife için atılışımızın kirek ekanligini til qilib 218. oyatda innellezina amanu vellezina hajaru ve jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi vallahu gafurur rahim degan oyatda shuni tilga oldi. Undan keyin Allah subhanahu va taolo insondagi bir plan üskünüsü, plan aparatiga diqqatimizni tortadi. Insonda shunday bir narsa bor. İnsanni himoya qilib, insonni ko'zini o'tkir qilib, ziminda ishlarni qilishning birinchi qadami bo'lgan planlash uskunasi. O'simi aql. Endi bu planlashga, eng bu planlovchiga dushman, eng birinchi raqib bizning xohishimiz. Qachon bizning aqlimizni, bizning xohishimiz kontrol qildiği hamon u aqlimiz planlaydigan narsaning hammasi buzuldu. Bu taraflarga nurg'un hal qilish choralarini o'tirib qo'ydi. Yana bir tarafi mush aqlni buzadigan, bayat biz deyotgan ma'naviy nuqtalar bo'lsa, yana xohishlar, moddiy jihatdan aqlining shu insondagi hayotdagi normal prinsip ta'limotlarni uyg'unlash plani, ijro qilish plani qatorliqlarni planlaydigan birinchi vosita bo'lgan aqlning normal sog'lomlashib, planlarining xato bo'lib qolmaslik uchun aqlni sog'lom qo'g'dash kerak ekanligini ta'kidlab, dal aqlni mushu vazifasidan qadin chiqaradigan, vazifasini qilib qo'ymaydigan birinchi tusal qo'ygan haroqni bizga harom qilish orqali buni bizga ta'limot berdi yana oyatda. Yani insanda bo'lgan bir energiyalarning to'g'ri sarf qilinishi uchun plan kerak. Bu planni aql qiladi. Aql qilgan ekan bu aql har doim sog'lom shaklda qana qilish kerak, turish kerak. Bu aqlni hech kim to'siman, yo'qtiman, xalalga ushurtiman demisin. Chunki insonning insonligi mush aqlda. Shuningga buni xalalga ushuradigan har qanday masqug'uchi modda beshi haroqdan tortib oxirisi nima bo'lsin, hammasi harom shaklda o'rtaga qo'yildi. Hamda ondan keyin haroq masalasini tilga qo'ygandan keyin boshqalarning qon tarini yo'lsizlik bilan sumirib velishdan bizni chekladi. Chunki bu ijtimoiy jamiyatni buzadigan eng chong omil. Ya'ni buning eng chong vositasi qima va qimaga o'xshagan va boshqa ishlar hammasi shu. Hamda demak, yuqoriqilarning hammasini bizga bir qur so'zlab kelgandan keyin bizga shaqqaday bir ig'izlam gap qildi Alloh bugungi oyatda. Nima uchun takrorlaymiz? Bir asli tuka hammasining natijasi fid dunyo val oxirat. Sen nima ish qilsang, yuqorida Alloh mana qil degan nurg'un ta'limotlar keldi. Qilma degan nurg'un cheklamalar keldi. Nurg'un ko'rsatmalar keldi. Bularning hammasi dunyo oxirat bilan inson uning natijasini ko'rdi xohishlar. Degan ifodalash uchun shu bugungi oyatda fid dunyo val oxirat degan tokkiday ayriqlan bir cümle ayet qana qildi keldi. Davomlashtiraylik oyatning oxirisida va yasalunaka anil yatama bugungi oyatning asos mazmuni durmishi. Ular sizdan yetimlar haqida so'raydi. Dan yetimlarning ishlarini, mol-mulk, ularning meroslariga qarta yaxshilik bilan qo'l uzatish. Yaxshilik qo'l uzatishni yaxshilash maqsadi yiqilishish bu yaxshi. Hamda özənglərinin ailəsində ularning mollari bilan sizning mollaringizni aralashtirib etib turib qana qilsanglar, yapmaqsanglar bu sizlarning qarindishlarcha muomala qilishinglar kerak. Ammo har kimning niyatini Alloh biladi. Kim buzmoqchi, kim tuzmoqchi buni Alloh biladi. Alloh agar xolisa sizning hammangni jafoda qo'ygan bo'ladi, lekin Alloh qulaylik yaratish uchun nurg'un prinsiplarni yo'l qo'yib sal turib so'zlaymiz buning tafsilotini. Alloh aziz va hakimdir. Endi tafsilotga kiraylik qarindoshlar. Yetimlar ba'zida namarat oludu, ba'zida boy oludu. Yetim deganlikning hammasi chuqum kambag'al ehtiyojli qoladi deganlik emas. Ba'zi iqtisodli kishilar vafot topadi, bolalarga nurg'un pul meros qoladi. Vaqtda muhtoj emas. Ya'ni bu yerdagi yetimning 5-slash masalasi yetimning muhtojlik masalasi emas. Ammo bu yerdagi bizga ta'kidlayotgan masala yetim yo'qotgan dadillik mehri ve o yetimni ijtimoiy jamiyatdagi qalaymaqonchilikdan himoya qilish. Yetimda shunda bir alam bo'ladi-ki, nima uchun boshqa bolaning dadasi o'lmay, mening o'lidi. Agar mushuni atrofdagilar o bolaga kibirlik qilish orqali mush yetimning qalbini yo'q qilolmasa,
Ma yetim bola cho'ng bo'lgandan keyin jamiyatda eng zararli odam bo'lib qoladi. Ya'ni u o'zining dadisining yo'qolganligini his qilmay, boshqalarning mehr muhabbati bilan cho'ngib, bir dadisini yo'qotgan bo'lsa, 10 dadiga erishib cho'ng'ilish kerak. Jamiyatga nisbatan o'chmanlik bo'lmaslik kerak, taqdirga nisbatan o'chmanlik bo'lmaslik kerak. Shunday vaqtda boshqalarga zarar solmaydi. Endi mayda menda bir ahvol, oyatdagi ahvol. Bir yetim bola dadasidan pul meros qilib qoldi. Uning nurg'un puli bor. Buning birisi dadasining shu yo'qolganligini his qildirmaslik uchun boshqalar buningga kepil bo'lib, oilasida buni bilib boqadi. Bolaning puli bor. Ma baqqan odamning puli bor. Endi bu bolaning har chiqimlarini ayirib uyda. Qazınını ayırıp, qaçsını ayırıp, kiymasi ayırıp, masalan, balalarga bilan buni olish bo'lsa, bu bir qiyinchilik, bu bir jafo. O'zining oilasiga boshqa hisob daftari, uningga boshqa hisob daftari tutib qo'yilmaydi. Bu bir jafo mushaqqat endi bu. Bu oilada ish olmaydi. Chunki 15 yil yashaydi, masalan, 5 yoshlik boladan biroz qolib qolgan bo'lsa, ta 20 yoshga kirguncha 15 yil bilan birga yashaydi. 15 yil ishga daftar tutib qo'yilmaydi. Har ishda birdan hisobotni ayirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Ham ayirgandan keyin ma bolami illiqlik his qilolmaydi. Qana qiladi? Bu bir jafo mushaqqat bo'lsa, Alloh bolaning pul meli bilan oilaning pul melini qo'shib o'tishga qana qildi, izn qildi. Onun növbətdə neç pulusu var? Məsələn deyili, 10 min pulusu var. Ma adamın 40-50 min pulusu var deyili. İkisini qoşudu. Bu adam çoxum ticaret qilib bir iş qildi, bu pulunu çögəltdi. Bu adamın qalbida agar muşnağı yamanlıqlan bo'lmasa, pulusunu qoşub etdi ailəyə, balını bu aildə baxdı, balları nemisi yedi, neme keysi keydi, muşu ayının illiqliğini his qildi, çoğ oldu. Resmi özünün buluğ yaşığı yetip, özünün işlerini özü bitirip kılalgıdak yeri yetip, emdi men ayrı müstakil bir öy bulumen degen vaqtda, yani şu balının öz vaqtidagi qo'shgan pulusini muvafiq şekilde, muvafiq presentlen meselen ayırıp berse bo'ladi. Bu bala 15-20 yil xaylaydi. Bunun hemmini chiqarib oxirida qulga qupquru, hech kim yo'q qala chiqib qo'ysa, chunki madamning shu vaqtda manchilik pulusi bor, bu bolaning manchilik pulusi bor, shu present bilan qo'shib, shu shaklda shu adam ishladi, shu pullarni selib tijorat qilib mablag' aylantirdi, o'zi yedi, bolalar xajladi, u yetim bola xajladi. Eng oxirida endi ayirayman degan vaqtda, yana shu o'z vaqtiga nisbatan bolaga ayirib bersa, bu bolaning pulusini isloh qilganlik bo'ladi. Aksicha ko'nglida buning 10 ming pulusi bor. Bizning oyda turdi. Manchak vaqtda manchak ketdi buningga. Menda hisoblabligimda oxirida 15-20 yoshga kelib, endi dadamdan qolib qolgan pul degan vaqtida hech nima qolmasa, masalan, ya'ni u odamning qalbida mushuning pulisini sarf qilib tugutib o'tish degandek bir xil ahvol bo'lib qolsa, bu yaxshi emas. Dal mushayda Alloh subhanahu va taolo bizni vijdonimizga qo'yib turib eskartyapti. Bu vijdon oddiy vijdon emas. Qiyomatda so'rg'u vijdon ma'vo. Mesela Sura An'amning 152-oyatida shu shaklda bayon qilinganlik: "Va la taqrabu malal illa billati hiya ahsan." Yetimning maliga uning yaxshi bo'lgan shaklda yaqinlash bo'lmasa yaqinlashma deyapti. Onu baqdan bizning oyat to'da yedi, ishda o'qitdim u bu deb pulisini yo'q qo'ysan olmaydi. Chunki sening puling shu vaqtda qanchalik, uning puli shu vaqtda qanchalik. Xo'sh, bolalarning his yeganda kelsin, bolalarning o'qiganda o'qsin, bolalarning yashaganda kelsin, oxirida yine buning xuddi sening mol-mulking tugmaydi o insanның hamda ishlaydi, xajlaydi, ishlay ang oxirida qoladi bir narsa. Qanchalik qolib qolsa, bu shunchalik qolib qolsin. Ya'ni o'z persenti bo'yicha. Ya'ni yetimga nisbatan yaxshilik bo'lsinki, yomonlik qolmasin deyotdi oyatda. Mushu oyat tushgan vaqtda, Sura An'amdagi oyat tushgan vaqtda kishilar og'ir darajada siqildi. Bu hamda uning pul mollari, mening pul mollarim qo'shib o'tib, buning mollarini ozlitib qo'ysak aytgan qanavlarmi, chataq chiqarmi deydigan bir xil haraj tortib, yetimdan qochadigan ahvol shakllangan vaqtda undan keyin shaklandamdi. Chunki Sura Nisoning 10-oyatida innallazina yakuluna amwalal yatama, yetimning mollarini yegan, nima yeydi? O't yeydi demasmi, zulm qilib yegan. U bak askartishlik bu haqda. Bu kishilarni sal yetimga yiqilishdan qisib qo'ydi. Chunki ayirib har bir tiyin, har bir qurushlarigacha hisoblasa, bu bir tasavvur bo'lib qoladi. Ailada unda qilib qo'yilmaydi. İki qazanda tamoq etkilamaydi. Bir qazanda yetadigan gap.
O bir endi hesaplıqlı bir qiyinchilik hamdi o. Şunu bilan bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Islahun lahum xayr. Bularga yaxshi shaklda ish berish bu yaxshilik. Buning pul meli yaxshi olsun deplanmansang, masala yo'q. Yapılıp ve in tuhalituhum fa ihwanukum. Yani inçki bir nokta var. Arlaştırsanlar qeyrindaşlarçı muamele. Yani üzerinin balısının, üzerinin qeyrindaşının bir pulu soğuk kalsa, arlaştırıp yoqutuşun aygızı oylamaysa, köpeği için oylaysan ki yoqutuşun oylamaysa, şunda muamele kıldı vatıdı. Muş ayeti bizden dikkatimizin tartıdığan bir nokta. Hem de ne digerlik pul malını arlaştırıp hesap kılmayı ahiriste yetim balığı eş neresi yok kapkası qat'i olmaydı. Çünkü ayetinin ahiriste bunda bir eskertiş var. Wallahu ya'lemul mufside minel muslih. Niyet yaman. Bunda adam bilen kalbide muşunun yaxşılık qilmaydiganini Allah biladi. Bu qalbni Allah biladiligini ig'ir darajada bir tahdid ma'vo. Amda o yetimni baqdim, açdım deb hammani yo'q qilib o'tib, qalbida nima o'ylayotganini Allah obdan biladi. Ahirda vallahu velau sha'allohu la'anatakum deglik. Yani endi agar Alloh xohlagan bo'lsa jafo qilib qo'ydigini aralashtirmay, uningini ayrim hisoblab, buningini ayrim hisoblab bunda qil deb qo'ygan bo'lsa bir jafo o'tdi Allohning buyrug'i. Lekin qo'shab balanga o'xshash, o'zingning qarindoshiga o'xshash yetimning ahvolini xabar al, yetimdan xabar al. Pul mollarini sen bilan aralashtirib o'tib, tang yap, tang chiqma masalan uyda. Ahirda yetim malning yaxshi bir shaklda o'rtaga chiqsin. Natija yaxshi bir shaklda natija o'rtaga chiqsin degan bir ahvol bor. Agar hammani ayrıdigan bo'lib qolsa, mening pulimdan o'zimning oilasiga sayko'ktat olsam, uningga ayrim olsam, uning ayrim qazan olsa, mening oilamga ayrim olsa, 1 yillik, 2 yillik ish olmasa, necha 10 yillik ish olsa, bu bir ig'ir darajada, bu bir jafo mushaqqatda. Endi ma oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Arlaştırış ma'nosini ifodalagan so'z va in tuhalituhum degan shaklda ifodalangan. Xalata arab tilidagi xalata kalimasi qo'lnoqliq bu yerda. Arlaştırış ikki xil bo'ladi, ikki xil ifodalanadi arab tilida. Birisi xalata, birisi mazaja. Mazaja sizlarga men intayin tushunishlik deyish to'g'ri kelib qolsa, unlarni bir-biriga aralashtirib mazaja bo'ladi. Yani xamir yo'g'olgan vaqtida un aralashtirib, suv bilan aralashtiramiz, ayirg'ilmaydigan bir shakl ma'lum. Ama xalata degan nima desa, biz so'zning ishlatilinish asli til qoidasiga qaytgan vaqtimizda cho'ng-cho'ng donlarni bir-biriga aralashtirishni xalata deymiz. Ya'ni aralashtirgan bilan ayrı qiladi. Masalan, bug'doy bilan bir taqa bug'doy bilan bir taqa guruch aralashtirilib, ikkisi aralashtirildi yani. Buni rasmiy ayirmasak ayrıg'ili bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. To'kab qo'yib, aldırmay vaqt sarf qilsak, guruchni bir yanga, bug'doyni bir yanga ayrıg'iladi. Ma shaklda aralashtirish xalata bo'ladi. Mazaja shu qanidan, vujudidan bir-biriga aylanib ketadigan shaklda, masalan, suv bilan unni aralashtirish orqali xamir qilamiz ya, ma shaklda aralashtirish. Ayrıg'ilmaydi buni. Endi mayada yetimning meli bilan sizning melingni aralashtirib o'tinglar degan yerda qaysi ishlatildik, halaqa ayrıg'ilib bo'ladigan shakl ishlatildik. Shu yerda o'zimizga qo'yibdi. Men bir tijoratchi masalan bir misol olay. Mening og'am tushuncham bu oyatda. Menda hozir 50 ming pul bor. Mabalning bidisidan miros qoldi 30 ming. Men 50 ming 30 mingga qo'shaman. Balam shaklda boqaman. Nima yeysa shuni yeydi, balarim nima kiysa shuni kiydi. 10-15 yil mening oilamda cho'ngildi. Mabalning pulisini o'zimning puliga qo'shaman. Barabar tijorat qilaman, barabar xajlayman osh pulni. Eng oxirida bola yo'g'inab, ham dadamdan mutki pul qolib degan vaqtida shu aralashtirgan vaqtga nisbat bilan keyin ma'lum ash nisbat bilan ayirib bersa, bu bolaga nisbatan eng yaxshisi. Agar ziyon tortib, tang yo'qolib ketsa, o'xshash yo'qaydi. Chunki mening pulim yo'q edi, uning yo'qaydi. Foyda elib qilib, pul olib ketsa, sen aran 30 ming qo'shgan. Mana 30 ming emas, balki uningga yaxshi. Chunki dedi ya oyatda, islahun lahum xayr. Onun qanchalik yaxshi shaklda ayirib bersak, shunchalik yaxshi bo'ladi Allohning nazarida. Allah mufsidning kim, muslihning kim, kimning niyati yomon,
kimning niyati yaxshi, buni Alloh eng obdan biladi. Oyat nayeti ig'ir shaklda ifodaladi. Bir tahdid hamda Alloh qalbingni obdan bilib turdi. Boshqaning oldiga chiqib, men mabalni qana qildim, ko'ngil bo'ldim, baqdim, 10 yil, 20 yil baqdim deb xalqning o'rtida uni akab qo'yib, ammo ichki jihatda uning mol-mulklariga ko'ngil bo'lmay, masalan, pullarga ko'ngil bo'lmay, balkim 15 yildan keyin uning qolgan pulusining qimmati bugungi kunda tushib ketgan bo'lishi mumkin. Sen uning sonini o'zbeti bergan bilan bo'lmaydi. Chunki sen uni tijorat qilding, nurg'un tijoratga qo'shding, foydalanding. U sendan foydalandi, sen undan foydalanding. Shu o'xshash bir nisbatda uningga yaxshi bo'ladigan bir shaklda. Ashu bola sening himoyang kelgan vaqtda uning meros olgan puliga bir uy kelsa, endi 10 yil, 15 yildan keyin agar shu pulning sonini shu paytda saqlab qolsang, balki uningga uy emas, odatdagi kichik bir narsani kamasligi mumkin. Uyning 10dan 1-ni kamasligi mumkin. Shunga qanchalik bolaga nisbatan yaxshi bir shaklda u bolaning pul melini tasarruf qila olsang, bu yaxshi. Allah subhanahu va taolo qalbingni Alloh biladi. Sening nimish qilganligingning mukofotini Alloh sana qana qiladi, beradi. Shundan bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolodan yaxshilikni iroda qiladigan, yomonlikni iroda qilmaydigan qalbni so'raymiz. Alloh hammalarning gunohini mag'firat qilsin, yaxshilik etganlar nasib qilsin va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.